Sizlardan iltimos farzandingizga yo'l bering. Yaponiyaliklar nima uchun aqlli? O'sha Yaponiyaga yaqin bo'lgan Koreya, o'sha Xitoy, mana shu dengizga yaqin qismlar aqlli hisoblanadi. Nega? Sababi bitta. Sababi ular dengiz mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Dengiz mahsulotlarida yod ko'p miqdorda bo'ladi. Yod homiladorlik davrida tuxum hujayra paydo bo'lganda chaqaloqning 1 haftaligidan 12 haftaligicha bo'lgan jarayonda nerv shakllanadi. O'sha nervni normal shakllanishi, o'zini imkoniyatlarini namoyon qilish uchun yod kerak. Oddiy qo'pol misol keltiraman. Odamlar 20 ga kirdi. 20 ga kirgandan keyin yod iste'mol qilib boshlasa, masalan. Bu o'sha uy misolida keltiradigan bo'lsak, ko'tarib bo'lgandan keyin betonning ichiga armaturani qanaqa qilib o'rnatasiz? Bu xuddi o'shanaqa 20 yoshli shaxsga yod bergandek gapda. Yodni homiladorlik davridan boshlab 16 yoshgacha berish kerak. Yodning ahamiyati nervni shakllantirib berishdir. Nerv yaxshi shakllansa, bola aqlli bo'ladi, yaxshi fikrlaydigan bo'ladi, nutq tez chiqadi, fikrlash doirasi juda keng bo'ladi. Umuman qo'pol qilib aytganda wunderkind bola bo'ladi. O'zbekiston yod tanqis bo'lgan hududlarga kiradi. Nimaga shu dengiz mahsulotlari, o'sha dengiz o'tlarini yemaymiz. Bunaqa narsalar, yodga boy mahsulotlar ko'p iste'mol qilmaymiz. Maslahat beraman, homilador ayolingizga, o'sib kelayotgan bolangizga yod berish. Agar farzandimdan professor, olim, ulamo, fan doktori, buyuk odam chiqsin deydigan bo'lsangiz